Memga aylangan Bad Bunny, xotinini ignor qilgan Justin Bieber, uyga quruq qo'l bilan ketgan Sabrina Carpenter va Glam Bot dramasi. Bu yilgi Grammy kechasida bir tomonda tarixiy yutuqlar va kuchli sahna chiqishlari bo'lsa, boshqa tomonda Qizil gilamdagi sovuq munosabatlar va siyosiy bayonotlar e'tibor markazida bo'ldi. Hammada bitta savol: Grammy haqiqatdan musiqani nishonlovchi mukofotmi yoki shunchaki sanoat o'yini? Ayni shu haqida bugungi videoda gaplashamiz, lekin undan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmadingiz degan umiddaman. Oldindan rahmat. 68-Grammy mukofoti 1-fevral kuni Los-Anjelesda bo'lib o'tdi va kecha odatdagidek bir nechta qismdan iborat bo'ldi. Birinchi bu Premier Ceremony. Aynan shu marosimda 90 tadan oshiq mukofotlar, jumladan texnik va janrga oid Grammylar topshirildi. Umuman aytsak, ko'p yulduzlar ayni Premier Ceremonyda g'alaba qozonadi. Lekin asosiy shov-shuv va drama Qizil gilam hamda Grammy kechasining o'zida sodir bo'ladi. 2026-yilgi Grammy'sning Qizil gilam baholashini yigitlardan boshlasak, Bad Bunny'ning uslubi ko'plarga yoqdi. Schiaparelli lukida kechaga keldi. Ko'pincha erkaklarda klassik uslub edi. Somberning Valentinodan kiyimi boshqalardan yaqqol ajralib turardi va menga shaxsan yaltiroqligi bilan yoqdi. Shu bilan birga Justin va Hailey Bieber Qizil gilamda ko'rinish berdi. Justin Balenciaga kostyumida edi, Hailey ham jozibali libosda. Lekin Justin odatdagidek barcha narsadan charchagan inson kabi o'zini tutgani va ko'p kulmay yurgani munozaralarga sabab bo'ldi. Ya'ni mana bunday yuz bilan turgan Justinni ko'rib, ko'plar Hailey undan tezroq qoch yoki Justin Grammy'ga kelmasdan tinchgina uyda o'tirsang bo'lardi degan gaplar qildi. Ayol yulduzlar orasida glamur obrazlar ko'p edi. Misol Sabrina Carpenter ko'pchilikni e'tiborini tortdi. Lady Gaga ham o'z uslubidan chiqmay biroz noodatiy libosda keldi. Tiana Taylor, Rose Doech yoki Madison Beer liboslari endi did masalasi bo'lsa kerak, chunki ba'zilarga ular yoqsa, boshqalarga yarashmagan ko'rinishi mumkin. Eng ekstravagant chiqish albatta Chapel Rown'da bo'ldi. Fransuz DJ Giza Felstein bu yil eng yaxshi remix qo'shig'i nominatsiyasida o'zining birinchi Grammy mukofotini yutishdan tashqari kechaning eng zo'r obrazda paydo bo'lgan insonlaridan biri ham bo'ldi. Uning mukofot nutqi esa barchani hayratda qoldirdi. Miley Cyrus va Billie Eilish o'z repertuarlarida bo'lib, mana bunday luklar bilan chiqish qildi. Aytgancha Qizil gilamda va asosiy mukofot kechasida ko'p yulduzlarni Ice Out belgilari bilan ko'rishimiz mumkin edi. Bu hozirda AQShda ketayotgan immigratsion siyosatga qarshilik belgisi bo'ldi. Lekin bu haqida biroz kechroq yana gaplashamiz. Menga shaxsan yoqqan obrazlar bu Golden qo'shig'ini aytgan Hunter X guruhidagi qizlar Olivia Dean, Tyla Pink Panthers kabilar bo'ldi. Sizlarga yana kimlarning liboslari yoqdi, albatta izohlarda bo'lishing. Grammy Qizil gilamining katta an'analaridan biri bu Glam Bot, ya'ni yulduzlarning sekin kadrda suratga oladigan bir jarayon. Lekin bu yil Glam Bot bo'lsa-da, uni boshqaradigan Cole Walliser ko'rinmadi. Uni aniq taniysizda deb o'ylayman, u Qizil gilamdagi barcha yulduzlarga qanday pozada turishini aytib, hamma bilan gaplashib turardi. Ammo so'nggi bir necha haftada Walliser bir drama markaziga aylandi. Avval Oltin Globus Qizil gilamida Jennifer Lopez o'zini katta olgani tufayli ko'p munozaralarga sabab bo'lgandi. Lekin keyin to'satdan Cole'ning 2019-yilda yozilgan eski xabarlari tarqalib ketdi. U yerda Cole mijozga yordam berish o'rniga meni ishimni ijaraga olish uchun puling yetmaydi kabi ohangda javob bergan va natijada uni hamma so'nggi vaqt ichida cancel qilib yubordi. Jennifer Lopezning PR komandasi juda ham yaxshi ishlayapti desak ham bo'laveradi. Cole'ning o'rniga bir ayol Glam Botni boshqardi, ammo muxlislar Cole'ni eslab uni qaytarishlarini talab qildi. Chunki keling tan olaylik, uni o'rnini boshqa odam bosishi juda qiyin. Qizil gilam chiqishlari bilan ba'zi qo'shiqchilarning intervyusini ham tomosha qilsak bo'lardi. Jumladan eng yaxshi rock albom nominatsiyasini olgan Linkin Park, barchamiz yoqtirgan Tyla. Album drops this summer. So meaningful to us and just shows that our hard work is being recognized. Va boshqalar. Clips guruhi a'zosi Pusha T'ni ham Grammy'da ko'rishimiz mumkin edi, ammo bu albatta katta bahslarga sabab bo'ldi. Nimaga desangiz, uning ismi Epstein fayllarida qayd qilingandi. Aytgancha Epstein haqidagi yangiliklar va umuman Hollywood gossiplarni Instagram sahifam va Telegram kanalimda kuzatib borishingiz mumkin. Havola ekranda hamda video opsiyasida bo'ladi. Trevor Noah kechani boshlashga ulgurmay Nicki Minajning ustidan kulib, Nicki bugun biz bilan emas. U hali ham Oq uyda Donald Trump bilan juda muhim masalalarni muhokama qilmoqda dedi. Zal esa kulishni boshladi. Nicki Minaj is not here. She is not here. She is still at the White House with Donald Trump discussing very important issues. Actually, Nicki, I have the biggest ass. I have it. Everybody's saying it, Nicki. I know they say it's you, but it's me. Wap, wap, wap. Look at it, baby. Boshlovchi undan keyin Justin Bieberning ustidan ham hazillashdi va hatto Haileyning road pomadalari haqida gapirdi. He's come back as a new dad. Congratulations to both of you.
Yes, that's right. Yeah. And by the way, Haley, do you have a discount code for the lip tint? I just need. You know what? It's fine. We'll talk. Trevor Kendrick Lamarni ustidan ham hazil qilganda rapper qandaydir vibe'da bo'lgan insonga hech o'xshamadi. Asosiy nominatsiyadagi g'oliblar haqida Instagram Reels'da gaplashgan edik, lekin yana bir bor aytib o'taman. Yilning albomi mukofotini qo'lga kiritgan Bad Bunny bu nominatsiyada yutgan birinchi ispan tilidagi albom egasiga aylandi. Uni g'alabaga bo'lgan reaksiyasi esa haqiqiy memga tarqalib ketdi. Buni ustiga Bad Bunny sahnada biroz oldin aytilgan ICE siyosatiga ochiq qarshilik bildirib chiqdi. I'm gonna say ICE out. Bu norozilik AQShdagi muhojirlarni deportatsiya qiluvchi tashkilotga qarshi yo'naltirilgan. San'atkorlar bu orqali muhojirlarga nisbatan qattiq siyosatni tanqid qilib, insoniylik va tenglik haqida gapirib chiqishdi. Yil qo'shig'i nominatsiyasida Billie Eilish yutdi va bu bilan 100% ga qo'shilaman. Ayniqsa o'tgan yili Billie Hit Me Hard and Soft bilan hech qanday g'alaba qozona olmaganligini bir eslasak. Eng yaxshi yangi ijrochi kategoriyasida britaniyalik Olivia Dean g'alabani qo'lga kiritdi. Rostini aytsam, uning ijodi bilan hali yaxshi tanish emasman, lekin boshqa nominantlar orasida ham qandaydir sevgan qo'shiqchim yo'q. Shunga xafa bo'lib, nohaqlik bo'ldi deb ayta olmayman. Bu kategoriyada o'zi kimni g'olib bo'lishini kutayotgan edingiz? Olivia Deanning ijodi bilan yaxshi tanishmisiz? Izohlarda bo'lishing. So'nggi asosiy nominatsiya bu Record of the Year edi va unda Kendrick Lamar va SZA Luther bilan g'olib bo'lishdi. Kendrick Grammy kechasida umumiy 5 ta kategoriyada g'olib bo'ldi va tarixda eng ko'p 27 ta Grammy'ga ega bo'lgan rapperga aylanib, Jay-Z'ni taxtdan tushirib yubordi. Lady Gaga eng yaxshi pop vokal albomi uchun mukofotni qo'lga kiritganda Miley Cyrus turib qarsak cholmadi va bu ham rosti bir dramaga aylandi. Ko'plar Mileyni Grammy yuta olmaganiga jahli chiqdi deb izohlar yozdi. Ariana Grande va Cynthia Erivo eng yaxshi pop duo chiqishi nominatsiyasini yutdi. Lekin mukofotni chiqib oladigan inson yo'q edi, chunki Ariana Grande o'z repertuarida bo'lib kechaga tashrif buyurmadi va to'g'ri qildi. Golden qo'shig'i bu yil naqadar sensatsiya bo'lganini hisobga olib, vizual media uchun yozilgan qo'shiq mukofotini olgani juda ham katta yutuq bo'ldi. Yozuv akademiyasi, ya'ni jyurilar Koreya va umuman chet el musiqasiga biroz mulohazali fikr bilan qarashini hisobga olsak. Balki shu sababli Roze'ga ham g'alaba berilmagan. Rostini aytsam, o'zim shaxsan Roze'ni muxlisiman va apati kamida bitta bo'lsa ham nominatsiyada g'alaba qozona oladi degan umidda edim, lekin bu narsa sodir bo'lmadi. Apati Billboard chartlarida yomon natijalar ko'rsatmagandi. Spotify va YouTube'da eshitishlar soni milliardlar. Bruno Mars ham akademiyaning eng sevimli xonandalaridan biriligini hisobga olaylik. Sabrina Carpenter ham uyga bo'sh qo'l bilan ketdi. Man's Best Friend bu yil normalna show-shuli albom bo'ldi. Tears ham Man Child ham yomon natijalar ko'rsatmadi va umuman Sabrina yilning eng hot yulduzlaridan bo'lganiga qaramay, akademiya unga g'alaba bermadi. Buning sababi aniq nimaligini bilmaymiz, lekin ko'plarning fikri bo'yicha 2024-yilgi Short and Sweet albomi ko'proq impact, ya'ni ta'sirga ega edi. Va Man's Best Friend musiqa tomonidan SNSga o'xshab ketardi va qandaydir yangilik olib kelmadi. Bundan tashqari yangi albomning chiqishi ham tezlashib ketgandek edi va akademiya 2 yil davomida bitta qo'shiqchiga mukofot berishni afzal ko'rmadi. Nima deb o'ylaysiz? Sabrina o'zi bu yil mukofotga loyiqmidi? Roza va apati hech qanday g'alaba qozonmaganiga qanday fikrdasiz? Kommentlarda bo'lishing. Sabrinaning performansi biroz munozaralarga sabab bo'ldi, kaptar bilan chiqish qilgani tufayli. Edison Ray bir necha yil ichida TikTokerdan Grammy'da chiqadigan qo'shiqchiga aylangani ham ko'plarni ikkita lagerga bo'lib yubordi. Ketsa haqida ham gapirib o'tishimiz kerak. Ularning ba'zi qo'shiqlarini rostdan ham yaxshi ko'raman, lekin ular Gnarly bilan chiqish qilgani biroz g'alati bo'ldi. Qo'shiqni raqsi va energiyasiga gap yo'q, lekin ma'no qani? Eat Zucchini bilan chiqish qilishganda Grammy umuman qandaydir hazilga o'xshab ketardi. Ketsay o'zi oxirgi vaqtlar katta kritikaga duch kelyapti qo'shiqlari tufayli. Bilmayman bu yil guruh uchun qanday bo'ladi, fikrlar bilan bo'lishing. Alex Warrenning sahnasi vaqtida afsus mikrofon bilan muammolar bo'ldi, lekin qo'shiqchi buni baribir professional tarzda hal qildi. Somber Lola Young, Olivia Dean va boshqalar ham sahnada chiqishlar qildi. Justin Bieber Grammy'sga kelishini istamagan insondek ko'ringan bo'lsa ham, uning performansi ko'plarga yoqdi. Bir tomondan u tanlagan obraz g'alati ko'rinsa ham, Justinning jonli ijroda chiroyli qo'shiq aytib bergani bizga u qanday iste'dodli san'atkor ekanligini yana bir bor eslatdi. Obrazning o'zi ham qandaydir ramziy edi. Sahnadagi oyna Justinning o'zini namoyish qilayotganini ramzi bo'ldi va ko'plarning talqini bo'yicha bu xuddi o'z studiyasida qo'shiq aytayotgandek edi.
Bitta gap qilib aytganda shaxsiy va samimiy chiqish. Aytgancha ko'plar Jastinning Xeyliga bag'ishlangan yangi tatuirovkasini ham sezib qolishdi. Grammy kechasi Tyler the Creator chiqishi bilan ham esda qoldi. Tyler sahnada So I Was Dead va Sugar on My Tongue kabi qo'shiqlarni ijro etib, tomoshabinlarni qiziqarli teatr elementlari bilan hayratda qoldirdi va uning chiqishini ko'rish chindan ham qiziqarli edi. Your body is so sweet, sweet, sweet. Kechada In Memoriam segmenti doirasida Post Malone boshchiligidagi super gruppa Slash, Chet Smith va boshqalar Black Sabbath guruhining War Pigs qo'shig'ini jonli ijro etib, o'tgan yili olamdan o'tgan rock afsonasi Ozzy Osbourne merosini sharaflashdi. Qaysi sahna chiqishlari o'zi sizlarga eng ko'p yoqdi? Albatta izohlarda bo'lishing. Xullas, bu yilgi sahnada kuchli ijrolar bo'lgan bo'lsa ham, marosim avvalgi yilchalik kuchli bo'lmadi. Ko'rsatkichlar esa o'tgan yilga qaraganda pastroq edi. Tobora ko'proq muxlislar bu mukofotlarni korrupsiyalangan tizim deb atayapti. Chunki ko'p hollarda eng sifatli albom emas, balki eng katta kompaniya qilgan yoki eng katta industriya qo'llab-quvvatlagan artist yutayotgandek tuyuladi. Har yili bir xil bahs. Nega ba'zi yulduzlar doim e'tibordan chetda qoladi, nega ayrim mukofotlar oldindan kelishilgandek ko'rinadi. Grammy o'z obro'sini saqlab qolishga harakat qilayotgandek, lekin tomoshabinlar uchun bu shou tobora ko'proq drama, PR va siyosiy bayonotlar maydoniga aylanib boryapti. Ba'zilar Grammy sifati yil sayin tushyapti, bu endi san'at emas, sanoat o'yini deyapti. Siz bu haqida nima deysiz? Bu yilgi Grammys haqida umumiy fikrlaringiz qanaqa? G'oliblar bilan rozimisiz? Albatta izohlarda bo'lishing. Va o'ylaymanki, shu bilan biz bu yilgi Grammysning kichik obzorini tugatsak ham bo'ladi. Keyingi videolarda qaysi yulduzlarni hayot ijodini ochishimni kutyapsiz? Albatta izohlarda bo'lishing va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.